Man navaram skoliozada belari. Yaqinda borib shu tekshirtirib kelishganda 1 oy oldin. Shunda skolioz deganda keyin o'g'lim navaram mana Garmonolux ichdi. Garmonolux 3 tomchidan kelinim beryotgandilar. Keyin pastalarni yaladi, oqini ham, qorasini ham yalab yurishdi. Keyin Smart'ni ichish boshladi 0,3 grammdan, keyin 5 grammgacha chiqazib. Zaryadkalar qilib turdi. Hozirgi kunda skoliozlari ketib, yaxshi bo'lib, natijalarini olib, doktorga borib tekshirtirganimizda skoliozlari yo'q, juda ham tez chiroyli natija oldinglar deb aytishdi. Ham massajlar ham oldik, mana shu dorilarni ichirdik, balzamlarni. Shundan yaxshi natijalar oldik. Navarlarimni mana shu pastalardan gijjalari tushib, yuzdagi oq petnolar ketdi. Qancha vaqt ichdi navaringiz? Hozir ham ichyapti, 1 oydan oshdi. 1 oyda. 1 oyda tekshiruv qilindimi? 1 oyda tekshiruv